Metanda navbatlardan charchagan aka-ukalarimiz uchun hozir biz Alex gazga kelganmiz. Bu joyda propan ham, metan ham ustanovka qilib berishadi. Har xil razmerlari farqi yo'q. Metanlarni katta yuk mashinalariga ham o'rnatib berishadi. Metanlarning narxi eng asosiy Hadovoy, Nexia 3, Cobalt, Gentra'larga boshlanish narxi 3.700 dan 4.5 milliongacha. Propanlar esa 2.100 dan 3.300 gacha bo'ladi. Hurmatli obunachilar, agar Optimga gaplashmoqchi bo'lsanglar, ballonlarni yoki zapchastlarni pastda nomerlari bor, aloqaga chiqsanglar bo'ladi, yoki mashinasiga ustanovka qildirmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun ham bemalol ustanovka xizmatlari bor. Bizning kanalda aytsanglar, xudo xolasa chiroyli skidkalarni qilib berishadi. Mana jarayonlar ketmoqda, ko'rishingiz mumkin. Har xil turdagi mashinalarga o'rnatib berishyapti. 2-3 soatda ishinglar xudo xolasa bitadi do'stlar.